Ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lgan opalar, singillar, aka, ukalar. Mana bu profilni yaxshilab tanib olinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, chunki u yerda har kuni million xil tonna informatsiya beriladi. Любой bo'sh bo'lgan vaqtingiz yo'q, siz har doim erta live stream bo'layotgan bo'ladi. Erta har xil podkast, qanaqadir dialog yoki qanaqadir foydali dars bo'layotgan bo'ladi. Kulgili bo'lishi mumkin, oson bo'lishi mumkin, bog'cha bolalar uchun deyishingiz mumkin, lekin har kuni o'sha kanaldan 2 minutlik video ko'rsangiz sizga juda katta foyda beradi. Bu kanaldagi kontentni ko'rib o'zim mazza qilganman. Bitta ko'ring mana buni. Excuse me, can you help me? Sure. What do you need? I want to find the bank. The bank. It's not far. Where exactly is it? Go straight, then turn left. You'll see it next to the shop. Thank you very much. To'g'ri, ingliz tilida sirazu gapirib ketishingiz qiyin bo'lishi mumkin. Lekin miyaga shu narsa to'g'ri buyuriladigan bo'lsa, to'g'ri maqsad qo'yiladigan bo'lsa, shu natijalar albattagina bo'ladi. Bu kanal sizga yoqqan bo'lsa, bu videoga bitta like bosib qo'ying. Va bu videoni ingliz tili men uchun qiyin deydigan do'stlaringizga yuborib qo'ying.